Salom hammaga, yaxshimisizlar? Hozirgi o'chirimimiz o'sha siz kutgan o'chirim. Dushmaningiz haqida ko'rib chiqamiz. Dushmaningizni hozirgi holatda sizga sehr amal qildimi? Ikkita variant. Kommentariyalarda eng ko'p kelgan savol mana shu savol bo'ldi. Sizlarga video qo'yishga vaqtim bo'lmadi, chunki tozalovlarim juda ham ko'payib ketdi. Shuning uchun kommentariyani o'qib chiqdim. Eng ko'p savol dushmanimiz haqida o'chirim qiling deb savol yozibsiz. Va o'sha bo'yicha o'chirim qilamiz. Like bergan, obuna bo'lganlar uchun niyatimni oldim, shifoli o'chirim bo'lsin. Tez ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Dushmaningizni hozirgi holati sizga rejalari nimalar qilyapti? Dushmaningizni ahvoli qanday? Ikkita variant. Birinchi variant, ikkinchi variant. Yoqqanini yaxshilab o'zingiz uchun tanlab bo'lgan bo'lsangiz, unda boshladik. Birinchi variant, dushmaningizni hozirgi holatiga keladigan bo'lsa, hech narsaga hafsalasi qolmagan, qilgan ishlaridan o'zi nima deydi, pushaymonlik hislari, sizga nimadirki qilgan bo'lsa, o'ziga qaytgan, bu pushaymonlik qandaydir siqilib o'tirgan holatda, hech narsa yoqmayapti, yon atrofdagi insonlarga e'tibori ham kam deyapti kartalarimizda. O'zini ichkilikka bergan yoki o'ta kuchli ravishda siqilib qolgan, hozirgi paytda siqilgan holatda, ezilgan holatda, hech narsa yoqmayapti, hamma narsadan hafsalasi sovib ketgan holatda deyapti dushmaningizni. Uyidagi holat qanaqa? Uyidagi holatlari qanaqa dushmaningizni? Uyidagi holatiga keladigan bo'lsak, uyidagi insonlar ham bu insonga qarshi nayzalarini ko'tarib bu insonga tiqishga urinyapti. Kartamizga yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu ko'p insonlar bilan kurashyapti va bu insonda qandaydir nima deydi, uyida ham muhit yaxshi emas, chunki hamma qattiq gaplarni gapirib, buni dilini og'ritib, xullas qilganlari o'ziga qaytib, o'zi nima deydi, shuncha negativ, yomon energiyalar ostida qolib ketgan. Bu inson mana shuncha nima deydi, insonlarga o'zi bas kela olmaydi. O'shaning uchun siqilgan holatda. Uyida ham muhit yaxshi emasligini ko'ryapmiz. Va sizga sehr amal qildimi? Bu inson sizga shu kunlarda sehr ishlatdimi? Shu kunlarda bu inson sizga sehr qildimi? Albatta bu inson sizga sehr qilganligini ko'rsatyapti. Bu yerda qandaydir pul kanalingizga hujum qilgan va sizga yedirilgan sehr deyapti. Chunki bu yerda shayton ikkita ayol bilan erkakni qandaydir puliga hujum qilganligi, sizni qandaydir erkagingizni mana shunaqangi kursidan, taxtdan tushirmoqchi bo'lgan, lavozimini pasaytirmoqchi bo'lgan yoki o'sha ishdan ketkazmoqchi bo'lgan yoki oilada ikkalalari o'rtalarga qandaydir sovuqchilik tushirgan. Bu yerda shaytonimiz muzqaymoq ushlab turibdi. Muzqaymoq bilasiz, muzday narsa, bu sovutma amal hisobiga o'tadi. Va bu ikkita yosh qizlarimizni yoki erkak ayollarimizni shayton boshqaryapti. Erkagingizni pul kanaliga hujum bo'lgan, sizni esa erkagingizni ko'nglidan sovutilishiga qilingan amallar bor deyapti. Mana bu erkagingizni taxtdan tushirmoqchi, qandaydir taxtdan yiqitmoqchi. Bu inson qandaydir taxtni ustida, kursini ustida o'tiribdi, lavozimi bor, ishlik, hamma narsasiga o'ziga yetarli insonni pul kanaliga hujum qilingan va sizni bir-biringizni o'rtangizga sovuqchilik tushirgan. Bu yerda yedirilgan amal ko'proq deyapti. Sizga bu sehr qay darajada ta'sirini o'tkazadi? O'ta kuchli magiya, ehtiyot bo'lasiz. Pul kanallaringizga, tuyg'ularga, munosabatlaringizga, hattoki ba'zi birov qandaydir xufiyona munosabatlaringiz bo'ladigan bo'lsa, turmush o'rtog'ingizdan tashqari, ayolmisiz, erkakmisiz, xufiyona munosabat bo'ladigan bo'lsa, o'sha insoningizgacha ta'sirini ko'rsatyapti. Turmush o'rtog'ingiz bilan ham munosabatingiz yaxshi emas, aqlingizdagi inson bilan bo'ladigan bo'lsa, o'sha bilan ham yaxshi emas, chunki sehr hatto sizni aqlingizdagi insongacha ta'sirini ko'rsatyapti. Bu yerda kuchli magiya bor deyapti. Va ikkinchi variant, dushmaningizni hozirgi holati qanaqa holatda? Va yig'layapti, siqilyapti, ezilyapti, qiynalgan holatda, kecha-yu kunduz dard, alam, g'amda o'tiribdi. Tashvishlari o'ziga yetarli holatda bu insonni, bardaklikda, hayoti ostin-ustun bo'lib, qandaydir kayfiyatlari ham yaxshi holatda emas buni.
Uyidagi holat qanaqa? Oilasida nimalar bo'lyapti? Oilasida nima holat buni? Bu insonni oilasida tuyg'ular bo'yicha siqilyapti. Aqlidagi insonni yoki oila deb ko'rganimizda turmush o'rtog'i bilan qandaydir munosabatlar yaxshi emasligini, bu yerda qandaydir tuyg'ular bilan bu qiz yoki bu erkak bo'ladigan bo'lsa siqilib, ezilib qandaydir oilaviy munosabatlar, bu yerda tuyg'u, sevgi, muhabbat shunga o'xshagan narsalarni o'ylab siqilyapti. Oilasida ham qandaydir holat o'taja yaxshi holatda emas. Chunki bu qizimiz o'ta ko'p siqilishda o'tiribdi. Va bu sizga sehr amal qiladimi? Bu inson sizga sehr amal qiladimi? Bu inson sizga sehr qiladimi? Sehr ishlatadimi bu sizga? Bu sizga sehr yo'q. Hozirgi paytda ikkinchi variant, bu inson sizga sehr ishlatmayapti. Chunki o'zini hayotini ko'rdingiz, siqilishda, g'amda, qandaydir ikki yo'lni orasida, oilasida qandaydir muammolar, shunga o'xshagan nima deydi, oilaviy notinchlik, o'zini yuragida qandaydir siqilish, ezilish, shunaqangi holatda o'tiribdi. Bu sizga sehr qiladimi? Shu kunlar ichida bu qiz yoki erkak sizga sehr ishlatadimi? Ishlatadimi? Og'ir yuklar bilan qiynalgan holatda o'tiribdi bu ayol. Sizga sehr ishlatadimi? Yo'q, bu inson hozirgi paytda o'zini kuchlantirish, o'zini shifolantirish, o'zini hayotini yo'lga qo'yish bilan ovora bo'lar ekan. Ikkinchi variant, sizga hech qanday sehr amal, unaqangi narsa, yomon negativ energiyalar yo'q. Rahmat hammaga.